Assalomu alaykum, hurmatli brifingimiz ishtirokchilari. Yangiyo'l shahrining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi 2025-yil yakunlari va 2026-yilda kutilayotgan natijalar bo'yicha qisqacha axborot berib o'tsam. 2025-yil yakuni bo'yicha Sirdaryo viloyati Yangiyo'l shahrida iqtisodiyotning asosiy tarmoqlari bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosi ta'minlanib, qator ijobiy natijalarga erishildi. Jumladan, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 1 trillion 834 milliard so'mni tashkil etib, prognoz ko'rsatkichlari 112% ga bajarilishi ta'minlandi. Bu ko'rsatkichlar sanoat korxonalarining barqaror faoliyati, yangi investitsiya loyihalarining amalga oshirilishi va ishlab chiqarish quvvatlarining samarali foydalanishi hisobiga ta'minlandi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 62 milliard so'mga yetkazilib, to'liq prognoz rejasi bajarilishi ta'minlandi. Xizmat ko'rsatish sohasida 654 milliard so'mlik xizmatlar ko'rsatilib, o'sish sur'ati 114,2% ni tashkil qildi. Aholini va tadbirkorlik subyektlariga ko'rsatiladigan xizmatlar hajmi va turlari kengaydi va yangi ish o'rinlari yaratildi. Qurilish pudrat ishlari hajmi 588 milliardga yetkazilib, eng yuqori o'sish ko'rsatkichi, ya'ni 138% ni tashkil qildi. Hududda infratuzilma obyektlari, turar joy binolari va ijtimoiy soha muassasalarida qurilish jadal sur'atlarda amalga oshirildi. Bugun hududimizda aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish borasida ham 2025-yilda qator o'sish sur'atlari ta'minlandi. Jumladan, o'tgan yilda 7657 nafar aholining daromadli mehnat bilan bandligi ta'minlandi. Jumladan, investitsiya loyihalari hisobiga 1702 nafar, tijorat banklari mablag'lari hisobidan 5390 nafar, qurilish sohasida bandlik ta'minlash evaziga 565 nafar fuqaroning bandligi ta'minlandi. Sayxunobod tajribasi asosida 639 ta mikroloyiha amalga oshirilib, 1230 nafar fuqaroning daromadi oshirildi. 120 ta xonadonga 5,2 milliard so'mlik loyiha paketlari taqdim etildi. Bu loyihalar har bir xonadonga yiliga o'rtacha 60-70 million so'm kafolatli daromad keltirmoqda. Tijorat banklari tomonidan 40 milliard so'm miqdorida kredit mablag'lari ajratilib, 5390 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilishi ta'minlandi. Shuningdek, 310 nafar fuqaro kasb, hunar va tadbirkorlikka o'qitildi. Natijada ishsizlik darajasi 5,7% dan 4,1% ga tushirilishi ta'minlandi. 2025-yil boshida 804 nafar oila kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan bo'lsa, yil yakuni bilan 578 nafar oila kambag'allikdan chiqarildi. Oilalarning o'rtacha daromadi 146 ming so'mdan 217 ming so'mga yetkazildi. 426 nafari ishga joylashtirildi. 590 nafari tadbirkorlikka jalb etildi. 207 nafar kredit va subsidiyalar ajratib berilib, 35 nafari kasb hunariga o'qitildi. Kambag'allik darajasi yil boshidagi 9% ko'rsatkichdan yilning oxiriga 2,1% ga tushirildi. 2026-yil davomida yanada keng qamrovli ishlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Birinchi navbatda 1371 nafar aholini doimiy ishga joylashtirish rejalashtirilgan. Jumladan 450 nafari xizmat ko'rsatish sohasiga, 523 nafari tadbirkorlikni rivojlantirish, 195 nafari bo'sh ish o'rinlariga joylashtirish orqali 165 nafar investitsiya loyihalari hisobiga doimiy ishga joylashtirish rejalashtirib olingan. Shuningdek, 4169 nafar fuqaroning daromadi oshirilishi rejalashtirilmoqda. Jumladan yo'nalishlar bo'yicha ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, Iqtisodiyot va moliya vazirligi tizimi tashkilotlari tomonidan 880 nafar, Bandlik vazirligi tizim tashkilotlari tomonidan 998 nafar, Markaziy bank tizimidagi tijorat banklari tomonidan 2107 nafar, Ijtimoiy himoya milliy agentligi tizim korxonalari tomonidan 63 nafar, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi tizim tashkilotlari tomonidan 120 nafar fuqaroning daromadi oshiriladi. Qo'shimcha ravishda 1889 nafar norasmiy ish o'rinlari legallashtirilishi ta'minlanadi. Asosiy maqsadimiz 226 ta kambag'al oilani to'liq qamrab olish,
orqali kambag'allik darajasini yilning oxiriga kelib shahrimizni ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylantirishdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.